Opajon bilasizmi, men akangizga aytdim-da, "Davaychi ko'chamiz" dedim. "Xo'p" dedilar. Men shunaqa zo'r o'yinni topdim, zo'r narxda. Voy, boshqa uy ko'chasizlarmi? Ha, bu o'yin sal kichkinalik qilyapti-da. Voy, zo'r-ku. Ha, choy ichamizmi, damlaysizmi? Davaychi hozir damlayman. Voy. Aka, yangi uyga ko'chyapsizlarmi? Ha, uy bor-ku. Ha, xabaringiz yo'q? Ha, bo'ldi. Ha, bir og'iz bo'lsa kinamga aytib qo'ying, xo'p? Umidvor bo'lib yurmasin. Voy, kinoga kirlaringiz yurmabdimi? Kir mashina singandi-da, endi yangisini olmoqchiman. Ha, yangisini olmoqchimisizlar? Ha, qo'lda yuvib bo'lmaydi-da. Quruq bo'ladi keyin qo'llar. Ha, to'g'ri, quruq bo'ladi. Olish kerak ekan, ona. Kir mashina olmoqchimisizlar? Akelin o'zini qo'li bilan yuvmaydimi? Ha, qism. Lacoste Adidas kinoga. Akangiz olib berdilar? Aha, o zo'r. Ulgurmabman. Voy, kinoga xolodilnikda sichqozni osib qo'yganmi? Biz ertaga restoranga chiqishimiz kerak edi-da, akangiz bilan shunga. Restorangami? Endi ozgina romantika bo'lib turish kerak-ku. Ha, biz eros bilan chiqib bormaymiz-da, lekin kerak. Albatta. Tanishi kerak. Aka, ertaga nima restoranga bormoqchimisizlar? Ha, bunda uyda ham ovqat yeylar. Men ertaga jiyanlaringiz bilan kelmoqchi edim. Jiyanlaringiz sog'madingizmi? Ha, bo'pti. Nima kayfiyatingiz yo'q? Hozir akangiz telefon qildi-da, hamma narsani aytmay qo'yardi. Kir mashina olmaymiz, uy olmaymiz, restoranga bormaymiz. Voy, yomon bo'pti-ku. Opajon, balki o'zingiz gaplashib qolarsiz. Voy, menmi? Voy, mani akam umuman eshitmaydi. Voy, men aytganim qilmaydilar.